Hem Photoshop'taki ranglarni rassomlar o'zi xuddi rang bo'lganga o'xshash bizim bölümümüz. Mesela rassamlar mesela qaynoq rang, sus rang, sovuq rang, issiq rang, ig'ir rang, yenik rang deb bo'lganga o'xshash bizim Photoshop'da rangni bölümümüz. Bizim mashinaga o'xshash, ya'ni Photoshop'da rassomlar o'zining ranglarini qandoq bo'lsa, bizim Photoshop'da rangni shundoq bölümümüz. Issiq rang tuyg'usi, sovuq rang tuyg'usi, ig'ir rang, yenik rang deb bo'lishimizga to'g'ri keladi. Ham buni keyin texnik tafsil so'zlaymiz, ammo hozir mush rang munosabatli o'g'avrilida mush rangni bo'ldiganligimizni qisqacha qistirib etib ketay. Bundan boshqa yana tor bekat loyilashda biz diqqat qiladigan yana bir narsa bor. Tor bekatga kirsak, lapildab turgan xat, har xil e'lon tashviqot, hatto betning logolaridan tortib bag'o. Demak, Photoshopda mush xilqlarni amalga oshirib Photoshopda bu xilqlarning qismi amalga oshiriladi. Amaliyotda tor bekatga loyilagan ko'pincha e'lonlarni Photoshop loyilasak bo'ladi. Agar rangni moslashtirib, sig'imini muvofiq chiqara olsak. Bu yerda aviatim bir qistirib o'tib ketgan gap bilan bu yerda yana bir gap mos keladi. Masalan, rangni biz ig'ir rang, yenik rang deb qaraymiz dedik, ha? Ig'ir rang, yenik rang. Ig'ir bilan yenikning ma'nosi bu yerda ig'irlik va yeniklik deganimiz bu bir jismningki nimasi qartildi u? Ig'ir yeniklik deganimiz oningki massasi qartildi shundaqo, massiga. Bu yerda biz Photoshopda massiga qarta ishlatmaymiz. Masalan, bundaq bir narsani misol qilib olaylik. Men ma'lumotdagi Photoshopning ma'lumotidagi qip-qizil ranglarni bir o'jat qilib JPG o'jat qilib saqlab beray, ha? Buni men 03 qilib saqlab beray. 03 JPG bo'ldi. Qarsam 8 mavqu 8 holatda 53 ta 6 ta KB saqladimi? Saqladim. Endi ma'noga kelib men oq rangdan birini to'kib qo'yay. Ma'no to'kdik, ana to'kilib ketdi. Oliytilen delaytni bosdim, oq bo'ldi. Oq rangni saqlab qo'yay. Buni 04 qilib saqlab qo'yay. 54 0 ma'u. Obyaqtdan biroz farq chiqdi, shundaqmi? Ma'u 03 bilan 04 ninki mayadagi sig'imini selishtirib boqamiz endi. Ma'usning 10 knopkasini chekib, ma'ni bossam 36 da 3, 40 KB. Ma'ni bossam 36 da 8. Biroz farq bor ekan shundaq. Biroz farq bor ekan. Ma'niga kelsam 36 da 8. Yana biroz farq bor ekan shundaqmi? Demak, bu yerda ekran kanallarda jiq farq chiqmaydi ekan. Bir xil rang, masalan, qora, oq, qizil deb bir xil rangni to'ksam jiq farq chiqmaydi ekan. Ammo men hozir ma'ni elitib ko'p xil rang bo'lmau. To'kib boqay. Yoki saqlab boqay men. 05 ga saqlay ma'ni. 05 JPG oldi saqlaylar. Saqladim. Qaytib chiqib endi 05 ning sig'imini ko'rib boqay. 185 KB. Demak, ranglar aşağıda qancha ko'p bo'lsa, amaliyot qavat bir o'xshashlam shundaqmi? Qavat birli qavatni ko'rsatib qo'yib saqlayapman. Qavat bir. Ammo aslatdagi rangninki o'xshamasligi asosan bu yerda sig'im o'xshamaydi. Masalan, hujjatninki hech qanday yerini o'zgartmadim men. Hujjatninki kengligi, egizligi, undan boshqa ma'lum nuqtachi qimmati hech qaysi o'zgarmayapti, shundaqmi? Hammasini o'xshash, biroq bu yerda ichida rang o'zgarib ketyapti. Bu yerdagi rang qancha ko'p bo'lsa, ko'rsatadigan, ya'ni navbatdagi rangninki navbatdagi hujjatning sig'imi shuning masalda shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, mana elbettim, hozir ko'rsatadigan birozchiq, buningki biz boshlam saqlab bo'lgan 01 shug'u 01 ga qarayli. 01 ni o'chirib 01 ninki abi 2 dan oshib chiqqan, 2 dan oshib chiqqan. Demak, rang qancha ko'p bo'lsa, sig'im shuncha cho'ng bo'ladi. Demak, bu yerda ig'irlik masalasi musha yerda bor. Ya'ni sig'imchanlik masalasi bor rangning. Shuning qarta biz ranglarni araymiz. Issiqto, sovuqto, ig'ir, yenik degandek mushundaq ranglarni arishimizga to'g'ri keldi. Shunga bu rangni keyin maxsus Photoshopning rang so'zlaydigan yerlari bor. Biz shu kanalga kelgan vaqtda ayrim so'zlab berma. Ammo shu rangninki sig'im bog'ligiga qarta, sovuqligiga qarta, ig'ir, yenikligiga qarta mush kallangizda bir fuqum bo'lib qolsin. Endi Photoshopda biz abi dedik, harakatli narsalarni bir tarafga qilib biz mana harakatli qilib bir tarafga qo'yaylik. Harakatli qilib bir tarafga qo'yaylik. Osmon elbettim. Axlolatli tursin. Mayad nima deb turdi? Harakat deb turdi. Ko'znakning ichidan harakat deganni bosqanning yoq qarsam, mayad harakat bir taraf qildigan yeri bor ekan. Ammo meningga
bir dana qavat ortiq qo'shdim ya. Qo'shib, mani o'chirib turib, mani eppadim. Ondan keyin mani besitib, mani o'chirib etdim. Ondan buni saqlab birmayadi. Men bir rasm mavjud qilib saqlab biray. To'ra oltiga biz to'rg'i shiltimiz deydik. Buni harakatga chiqarish uchun to'ra olti chiqarayli. Bek cho'ng bo'lib ketdi. Shunda qo'ysma rangni ozroq buzdi, ammo biz texniklik tangshishlarni tangshimay turib chiqarib qo'yaylik. Nega HTML6 chiqarib bersin 02 deb qaytib keldim. Qaytib kelganning yoqi endi men mani 02 ni mayadan topdim. Mayaga chiqardik-ku, 02 mani ochdim. Ochqanning yoqi mana harakatlanayotgandi. Tor bekatdagi lap-lap ilanlarmış şudu. Demek Photoshop'da bunu qıgılı oldu ki şunda mı? Qıgılı oldu ki. Hem bu Photoshop'da mı şunda hareketlik neslerini işligili oldu. Hem bu bek mükemmel olmuş mu? Bizden baş tor sahasındaki bazı ilan teşvikat materyallarımızın işleşmemizge yetidi. Hem bunun da mı bek mükemmel ölçemlik çıkarman desek, yani Adobe şirketinden Flash deydiğen bir yumuşak detaylı var. Onun müracaat kılımız. Karton işleydiğen. Yani məxsusmuş ikki ölçemlik tekşilik kartonlarını qo'shimcha tekşilik kartonlarını ishlaydigan hozir programma bilib kuchayib ketgan bir yumshoq detali va flash deymiz. Hem yo'q men zodi kinodek bir narsa ishlaytim desak, o chaqda biz yana Adobe shirkatiniki Premiere deymiz, bo'lmasa After Effects deymiz. Film ishlash yumshoq detallarga murojaat qilsak bo'ladi. Hem biz hozir ko'rayotganimiz tor bekat loyihalashga munosabat Photoshopning narsalari bo'lgan ekan, harakatni mana shu o'rindan, ya'ni ko'znakning ichidagi harakatdan foydalanib, harakat yo'li orqali qavatlarni moslashtirish orqali bir taraf qildik, shundaqmi? Demak, mushkil usul bilan bir taraf qilamiz. Ammo yerda vaqt tangshaydigan, manchilik vaqt to'sin. Har bir rasm manchilik vaqtdan keyin ondan olmassin deydigan o'lchamlar bor. Chiqarsak, yana boshqacha chiqadi. Buni texnik tafsili keyinchi to'xtalamiz. Biz faqat bu yerda Photoshopni qo'llangan vaqtida nim-nimlarni qila oladiganligini dastlabki nazariya bo'yicha so'zlab ketyapmiz. Shunga bu yerda jiq to'xtalmaymiz. Mana bastam hozir o'xshamaydi bu yoqdek bek tizchi ketmadi-ku. Hareketi hem de özgüçe çıkmadılar. Ama işte özümüz kalgança bekitip alsak boludu demekçi.